Esaytima 800lik savol. Funksiya definite aniqlangan by, ya'ni fxning 4x funksiya berilgan ekan. Xning qanday qiymatida fxning 8 bo'ladi deyapti. Value degan bu yerda qiymat. Demak, biz 8 teng 4x deymiz. Bundan xning 2 bo'ladi. Tenglamadan xning 2 topamiz. Demak, 2 da fx 8 ga teng bo'lar ekan. Esaytima 800lik savol. Asos kvadratdan tashkil topgan piramida berilgan ekan. Balandligi 9 ekan. Asosi balandligining 13/3 qismiga teng ekan. Piramida formulasini, hajm formulasini yozib oladigan bo'lsak, 1/3 a kvadrat ko'paytirib 9 bo'ladi. A bizga 9 ni 13/3 qismiga teng edi. Formulani yozib ko'paytirib desimizni hisoblasak, Esaytima 800lik savol nima deyapti? B ning 40% a ga teng bo'ladigan bo'lsa, a ning necha foizi b ga teng degan savol berilyapti. Demak, buning uchun biz nima qilamiz? Avvalo foizlarni mos ravishda qo'yamiz. Ya'ni a teng 0.4 b ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Bundan nima bo'ladi? A 0.4 b ikkita tomonni ham 0.4 ga bo'ladigan bo'lsak, b a taqsim 0.4 bo'ladi. Bundan 250 a b ga teng bo'ladi. Ya'ni b ning 250%, ya'ni a ning 250% b ga teng bo'lar ekan. Menga obuna bo'ling, bundan yaxshilari hali oldinda. Esaytima 800lik savol nima deyapti? Agar 3x plus 3x plus 3x teng 3 ning 5-darajasiga bo'lsa, x ning qiymatini toping deyapti. Ularni o'zaro yozib olamiz. Ular uchalasini qo'shdik. 3 ta bo'lgandan keyin 3 ning 3x-inchisi emas, balki 3 ko'paytiruv 3 ning 2-inchisi bo'ladi. Chunki bu yerda 3 ta 3 ning 2-inchisi. Bunday yozish, ya'ni 3 ning darajasi 3x deb yozish aslida juda katta xato. Buning uchun ko'paytirish bo'lish kerak edi. Ammo bizga qo'shish bo'lgani uchun 3 ko'paytiruv 3 ning 3x-inchisi bo'ladi. Ya'ni ushbu ko'rinishda. Demak, bundan daraja 3 ning darajasida 1 bo'lganidan keyin nima qilamiz? Darajalar qo'shiladi. Ya'ni 3 ni x plus birinchisi teng deb ham yozishimiz mumkin. Ammo undan oson yo'li 3 ning ikkinchisi teng 81 deydigan bo'lsak, demak 3 ning 4-inchisi 81 desa javob. Esaytima 800lik savol. Ildizosi 16% dan 4% ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydiki 16% dan 4 chiqadi deb. Aslida bu xato. Ya'ni 0 javob bo'lmaydi. Kalla qo'ydik. Demak, ildizosi 16% asl ma'nosi buni oddiy songa kasr ko'rinishda yozadigan bo'lsak 16/100 ni beradi. Endi umumiy ildizda bitta alohida kasr surat mahrajga o'giradigan bo'lsak, ildizosi 16 dan 4, 100 dan esa 10 chiqadi. Endi bu 4/10 ga teng bo'ldi. Undan 4/100 ni ayiramiz. Ikkalasini ham kasr ko'rinishda yozib olganimizdan keyin umumiy mahraj beramiz. Ya'ni 4/10 ni mahrajni 10 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bunda yuqoridan ham 10 ga ko'paytiramiz va 40/100 bo'ladi. Undan 36/100 chiqadi. Javob 36% ga teng ekan. 99% SAT topshiruvchilar xato qiladigan vahimali savol. Nima deyapti? Ushbu shaklni ichki burchaklar yig'indisini toping deyapti. Nima qilishimiz mumkin? Avvalo, hammani xayolga kelgan, ya'ni mana bunday burchaklarni tutashtirib oladigan bo'lsak, bu usul orqali ham buni ichki burchaklarini topishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biz nima qilamiz? Oson usuldan foydalanamiz. Ya'ni bizga ma'lum bo'lgan ichki burchaklar yig'indisi formulasi bor edi. U nima edi? U 180 gradus ko'paytirilgan n-2. Ya'ni barcha ichki burchaklar yig'indisini umumiy formula orqali bizga aniqlab beradi. Shu formulani yozadigan bo'lsak, bu yerda n barcha burchaklar soni bo'ladi. Tabiiyki burchaklarni har bittasini sanab chiqadigan bo'lsak, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak 9 bo'ladi. Demak 180 ko'paytiruv 7 bo'ladi va bu 1200. SAT chuvalchang savol. Nima deyapti? Bizda ikkita chiziqli tenglamani bittasi berilgan ekan. 3x qo'shuv 4y. Demak, bu ikkita chiziqli sistema o'zaro yechimga ega emas. Ya'ni ularda umumiy yechimi yo'q. Ya'ni ikkalasini grafikini chizganimizda hech qachon kesishmasligi kerak. Buni biz qanday topamiz? Buni tasavvur qilish uchun, ya'ni mana bunday kesishmaslik holati bo'lishi kerak. Uni topishda turli xil shartlari bor. Siz bilan biz matematikaga o'rgangan shartlardan emas, balki desmosdan foydalanadigan bo'lsak, nima qilamiz? Desmosdan 4 ta javobdan qaysi birinikini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni desmos juda bizga foyda beradi. Ular tenglamasini yozib qo'yadigan bo'lsak, qaysi biri bilan kesishmaydiganini olamiz xolos. Ya'ni a bilan kesishadi, b bilan esa nima bo'lyapti? Ustma tushib qolyapti. Keyingisi s bilan tekshirib ko'rishimiz qoladi. Ya'ni s bilan biz tekshirib ko'radigan bo'lsak, unda ham biz ustma emas, balki kesishini ko'ramiz. D bilangina parallel bo'ladi. Ya'ni parallel bo'lsa, bular hech qachon kesishmaydi. Esaytima 800lik savol. What is 7% of 300? Ya'ni 307% nimaga teng? Bu yerda foiz so'zini yozadigan bo'lsak, ya'ni 7%. Bu yerda per for ma'nosini beradi. 3 ya'ni sent degani 100. Ya'ni $1 100 sent bo'lgandan bizga 107% topishimiz
kerak va buni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 300 ni 7% ni topgan bo'lamiz. Ya'ni 7 kara 3 21. Demak 300 ni 7% 20. SAT emas 800 lik savol. Nima deyapti? Dekad koordinatlar sistemasida yuqoridagi ikkita tenglama berilgan ekan. Y teng 78, y teng x kvadrat minus 5. Demak, bu sistemani biz x ni musbat qiymatlarini topishimiz kerak. Buning uchun eng yaxshi yo'li ikkalasini tenglashtirish. Ya'ni ikkalasini tenglashtirganimizda x kvadrat 81 bo'ladi. Bundan plus minus 9, x teng 9. 90% SAT topshiradiganlar kalla qo'yadigan savol. Nima deyapti? Dekad koordinatlar sistemasida chizig'imiz 3 ta nuqtadan o'tar ekan, ya'ni quyidagi 3 ta nuqta. Chiziq deyapti. Ya'ni bilamiz, chiziq bizga ikkita umumiy o'tadigan nuqtalar bo'lsa, y teng mx plus b orqali topa olamiz. Bu yerda m qiyalik hisoblanadi, slope. Y o'qni kesib o'tadigan nuqtasi, bu esa b bo'ladi. Demak, biz buni Desmos kalkulyator orqali sodda usulda mayda-chuyda qilib tashlashimiz mumkin. Ya'ni biz ikkita nuqtani berdik, koordinatalarni formulani kiritganimizdan keyin ular to'g'ri chiziq tenglamasini chizib berdi. Aniq qiymatini topish uchun nima deyapti? 0 nuqtadan o'tadi deyapti. Biz chizmani yaqinroq qilib qaraydigan bo'lsak, 0 nuqtasi bu -1,5 0 nuqtada bo'lar ekan. Demak, aniq qiymati -1,5. Shunday qiziqarli masalalarni kuzatish uchun menga obuna bo'ling. SAT emas 800 lik savol. 48 is 150% of what number? Ya'ni 48 qanday sonda 150% ni tashkil qiladi degan. Ko'pchilik kalla qo'yadigan joyi 48 150%. Yo'q, adashdim, uzr. 1.5 ga ko'paytirishadi va 72 yozadi. Bu kalla qo'yish va bu xato hisoblanadi. Savolda diqqat bering. Bu yerda nima deyapti? Is degan so'zga urg'u berilyapti. To'g'rimi? Ya'ni 48 is. Ya'ni 48 qanaydir sonning 150%. Is juda muhim bu yerda, teng deyapti. Ya'ni 48 teng 150% x. Yo'q, uzr, adashdim. 1.5 x ga teng. Endi buni amerikancha usulda hisoblaydigan bo'lsak, x topib olishimiz mumkin va x bu yerdan 32 bo'ladi. Ya'ni ikkita tomonni 1/5 ga bo'lib boradigan bo'lsak, x teng 32 chiqadi. To'g'ri javob 32. Bizga obuna bo'ling. 800 lik savol. Demak, nima deyapti? Bizga tenglama berilgan ekan. Ushbu tenglamada r va s lar konstanta sonlar, s 0 dan katta musbat son bo'ladigan bo'lsa, tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsa, s ni qiymatini so'rayapti. Nima qilamiz? Avvalo tenglamani soddalashtirib yuboramiz. Buni biz 12 ni 28 lar 4 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 3x qo'shilgan 7 hosil bo'ladi, minus s taqsim 13 qoladi. Teng r x minus 8 r deb yozib olamiz va x lar bir tomonga, ya'ni ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar ikkinchi tomonga o'tkazib oladigan bo'lsak, 3 minus r x bu tomonda s taqsim 13 minus 8 r minus 7 hosil bo'ladi. Endi bu yerdan biz cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti nima edi? Bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak, bu tomon ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu 0 ga teng bo'lishidan r teng 3 liga kelib chiqadi. Bu 0 ga teng bo'lishidan s taqsim 13 teng 31 bo'ladi. Bundan s teng 403 chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob 403. 90% SAT'chilar kalla qo'yadigan savol. Nima deyapti bizga? Fx teng 39 berilgan ekan. Bunda x ni 3 ta qiymat berilgan, shunga mos qiymatlar jadvalini pastdan to'g'ri topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda funksiya f, ya'ni chiziqli funksiya berilgan va 39 ga teng ekan. Demak, biz javoblardan solishtiradigan bo'lsak, A javobga qaraydigan bo'lsak nima deyapti? X ga 0 bersak, fx 0 bo'lish kerak deyapti. Ammo aslo bunday emas. Demak, qolgan javoblarni ham xuddi shunday tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, va biz to'g'ri javobni faqatgina B ekanligini ko'rishimiz mumkin, chunki 3 ta qiymatda ham 39 ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, menga obuna bo'ling va marafonga faol ishtirok eting. Ko'pchilik SAT'chilarni qiynaydigan 800 lik savol. Nima deyapti? X plus 7 is faktor, ya'ni ko'paytuvchisi kvadrat funksiyani, y teng fx degan kvadrat funksiyani x plus 7 ko'paytuvchisi ekan. X teng s pozitiv 0 degani ildizi. Agar deyapti minimum qiymati shunda bo'ladigan bo'lsa, ushbu funksiyani s ni qiymatini toping deyapti. Nima qilamiz? Bizda y teng fx teng x plus 7 x plus s deyapti. Xo'p, buni biz ochib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? X kvadrat qo'shuv 7 plus s bo'ladi. X plus 7s. Xo'p, kvadrat funksiya o'zining eng kichik qiymatida hosilot bilan tenglashtirsak, biz qisqa hisob-kitoblar orqali s teng 91/4 degan javobni olar ekanmiz. Bundan da qiziqarli masalalarni doim kuzatish uchun menga obuna bo'ling.